Hadi bitta yoqqa o'tib oldi. Aksiya bor ekan deyman. Tog'da ham aksiyaga ketyapmiz. Bor yo'q 25 ming so'm ekan. Nima bu? Chortoqmi nima bu? Nimani suvi? Onaxona sayroq suvi. Ha, qandaysan? Inshaalloh xudo xolasa. Isming nima? Sobitxon. Sobitxon. Ha, assalomu alaykum. To'xta, mana. Salom. Yaxshimisan? Savoring yaxshi, charchamaysanmi? Qanday shifobaxsh suvmi bu endi? Ha. Nima foydasi bor? Bu onaxonaning jigarga. Jigar sog'adan o'tsa nima bo'ladi? Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydimi? Unda olmay ketavering-a. Farqi yo'q. Ha, Xudo rozi bo'lsin, charchama. Qandaysan o'zi? Ekan. Omon bo'lgin. Ham bir ko'raylik suvini. Biz aksiyaga uchradik mana. Ertaga tugaydimi bu aksiya? Yo'q. Ha, qachongacha bo'ladi bu? Faqat turadi. Reklama qilib beraymi endi? Mana Surxondaryoda Termizga ketishda Sayroq qishlog'idan o'tganda aksiya bo'ladi degan. Kelib olib ketinglar. 25 ming donasimi 25 ming? Ha? Blokni. Ha, blokmi? Men endi xursand bo'la turdim. Donasi 25 ming ekan. Ha. Mayli. Sog' bo'lgan, charchama. Qayerdan kelyapsiz? Jizzaxdan, aka. Jizzax? Necha kun yurdingiz? Bugun 9-kun. Sher turasanmi? Ha. Choyxonang bormi? Ha. Ha, yaxshi. Qayerdan qaytasiz? Ha? Qayerdan qaytasiz? Inshaalloh umraga yetaylik, o'ylab ko'ramiz-da. Allohdan. Ana, davna bo'lishiblar. Qani endi kuchimiz yetgan joygacha boraylik, o'sha tomonda joy topsak uxlaymiz-da, aka. Necha kilometrdan keyin bu endi? Necha kilometrdan keyin bu? Uy? Ha, uylar chiqadi. Cho'g'lar chiqadi. Haydi mana keyin haydi ketamiz. Anaqa keyin uy bor. Ha. Uyga ketgan